Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu o'zimizningki mushu Xitoydan tarqagan u vaboga giribtor bo'lmaganligimizni qandaq farq etamiz? Agarda shundaq bir gumonimiz bo'lgan vaqtida nima qilishimiz kerak degan temada ozroq leksiya so'zlamoqchi. Yaqindan beri xeli ko'p sonda qarindoshlar manga ayrim uchur yo'llab, o'zida ba'zi kasal alomatlarniki hozir tarqayotgan bu vaboga bek o'xshaydiganligini, nima qilishni bilolmayotganligini deb uchur yo'llagan ekan. Men ularga ayrim javob berish bilan birga o'zimningki bu jihatda o'ylaganlarimni qarindoshlar bilan o'rtoqlashay deb bu leksiyani so'zlamoqchi bo'ldim. Hammanglarningki diqqat qilib anglashinglarni umid qilaman. Agar bizda hozir mushu Xitoydan tarqagan bu vaboda bo'ladigan ba'zi kasal alomatlar ko'rilgan vaqtida bizda cho'qim tövəndəgidək savollar paydo bo'lishi mumkin. Men acaba bu vabo bilan yuqumlanib qolgandimanmi? Men COVID-19 kasalligiga giribtor bo'lgandimanmi? Agar yuqumlanib qolgan bo'lsam qandaq qilaman? Cho'qim tekshirtishim kerakmi? Cho'qim doktorxonaga berishim kerakmi? İşenamanki agarda biz bu vaboda bo'ladigan ba'zi kasal alomatlari ko'rilgan vaqtida cho'qim yuqorqidek savollar kelishi mumkin. Ba'zida qandaq qilishimizga ancha oson qaror ololmasligimiz mumkin. Haqiqatanmi ba'zi qarindoshlar shundaq ahvolga duch kelgan vaqtida o'zining nima qilarini bilmay menga ayrim uchur yo'llab mendan bu savollarga o'xshash ba'zi masalalar ustida mendan maslahat olgan bo'ldi. Boshqa qarindoshlarningmi shundaq ahvolga duch kelgan vaqtida shu ahvollarni o'ngishli bartaraf qilish uchun men tövəndə o'zimningki o'ylaganlarimni qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Endi bu vaboda bo'ladigan kasal alomatlari meningcha ko'pincha qarindoshlarga nihoyatda tonish. Chunki buni mushu yaqinqi 1-2 oydan buyon har xil ijtimoiy taratqularda va torpatlarda izchil ta'kidlab kelyotidi. Shundaqdimi men bu yerda qisqartib lakinsa bu kasalda ko'riladigan ko'p ko'riladigan kasal alomatlarini bir eskartib o'tmoqchi. Birinchisi eng ko'p ko'riladigan kasal alomati qizish yoki qizitmasi o'rlash bo'lib, unidan boshqa horg'inlik his qilish, quruq yo'tal, burni putib qilish, bosh og'rish, muskullar og'rish, qo'soq og'rish, gili va yoki bo'g'zi og'rish, burnidan suv eqish, purash, tetish sezimini yo'qotish, ich surish, demi siqilish, xalpik bordek his qilish, ko'kragini bir narsa besib olgandek his qilish, nafas yetisholmaslik, eng oxirida qon besimi tuvanlash degandagidek kasallik alomatlari ko'rilishi mumkin. Endi men shu yuqorida so'zlab o'tgan rad tartibi bo'yicha oxirida so'zlaganlarim kasal biroz ig'irlashgan vaqtida ko'riladigan kasal alomatlar, dastlabda so'zlaganlarim asosan kasalning boshlanishida yengil vaqtida ko'riladigan kasal alomatlar. Bu kasal alomatlarningki hammasi bir odamda birla vaqtda ko'rilishi notayin. Ba'zi qarindoshlarda, ya'ni bu vabo bilan yuqumlanish ehtimoli bo'lgan ba'zilarda bir qism kasal alomatlar ko'rilsa, yana ba'zilarida boshqalari ko'rilishi mumkin. Hatto ba'zilarda bu hech qaysi kasal alomati ancha ig'ir bo'lmasligi mumkin. Ba'zida vaqtning o'tishi bilan ilgari-oxiri ko'rilishi mumkin. Biz odatdagi zukamga giribtor bo'lganimizda, odatda biror hafta ichida yaxshi bo'lib ketamiz. Biroq biz bu Wuhandan tarqagan Wuhan o'pka yollig'i yoki COVID-19 kasalligiga giribtor bo'lganimizda, kasal ahvolimiz yengil bo'lsa, 2 hafta ichida, agar kasal ahvolimiz sal ig'ir bo'lsa, balkim 3 haftadan 6 hafta ichida yaxshi bo'lishimiz mumkin. Shunga
Agarda bizda mushu zukamga o'xshaydigan kasal alomatlari chiqib, 1 haftadan keyin yaxshi bo'lolmasak, balkim mush kasalga giribdor bo'lgan o'xshayman deb o'ylasak bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda munosabatlik tadbirlarni ilib, atrofimizdagi odamlarga yuqtirib qo'yishdan alohida diqqat qilishimizga to'g'ri keladi. Yuqori deb o'tgandagidek, agar biz mushu zukamda bo'ladigan ba'zi kasal alomatlari ko'rilib, agar bir hafta ichida yaxshi bo'lmay qolib qolsa, ya'ni o'zimizdan shu vabo bilan yuqumlanganligimizdan gumon qilgan vaqtimizda biz zodi qanday qilishimiz kerak? Men tuvanda ba'zi oddiy usullarni sizlarga so'zlab o'tmoqchi. Hazır bu vabaga nisbeten alayda ünümlük davalaş yok bolğaçqa, hem bu vabaga giriptar bolğanlarning 80%ga nisbeten alayda davalaş ilip barmısmı ularning özligidan saqayıp ketiş ihtimali bolğaçqa, bu vabaga giriptar boluş ihtimalimiz bolğanda bek jiddilişip ketmey, uyda yaxşı aram elişimiz hem şundaqla şaraitimizning yetishicha tedbir elish bilan birga kasallik ahvolimizni yaxshi kuzatishimiz kerak. Oldi bilan temperaturamizni o'lchab turishimiz, agar qizitmamiz bo'lsa, amal bor, qizitmamizni kontrol qilishimiz kerak. Mən aldınqı leksiyalarimda so'zlagandagidek, bu biz bu virus bilan yuqumlangandan keyin, bu virus o'pkimizda zaxmi paydo qilib, o'pkimizningki oksigen almashtirish iqtidoriga ta'sir ko'rsatganligi uchun, agarda bu paydo bo'lgan, o'pkimizda paydo bo'lgan zaxmi ig'ir bo'lsa, bizningki qondagi oksigenga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu xil ahvolda biz mushu rasmda ko'rsatilgan puls oksimetr degan asbob orqali barmog'imizdan shu qondagi oksigen miqdorini o'lchash mumkin. Undan boshqa tomirning so'qishini o'lchash mumkin. Hamda normalda bizningki bu qondagi oksigen miqdori 98% atrofida bo'lib, odatda 95%dan tövəllab ketmaydi. Agarda bu qondagi oksigen miqdori 92%dan tövəllab ketsa, bo'libmi 90%dan tövəllab ketsa, bizningki o'pkimizningki oksigenga erishish iqtidori zaxmiga uchirgan bo'ldi. Albatta, agar muhitda yetarli oksigen yo'q ahvol bo'lmay qolib qolsa, buni biz cho'qim shu o'pkimizningki oksigen almashtirish iqtidori ta'sirga uchirgan bo'lishi mumkin deb qarasak bo'ldi. Bu xil ahvolda biz eng yaxshisi doktorimiz bilan aloqa qilishimiz to'g'ri keldi. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida normalda bu qondagi oksigenning miqdori 95%dan yuqori bo'lganligi uchun agar 92%dan tuvan bo'lib ketsa, bo'libmi 90%dan tuvan bo'lib ketsa, biz bu ahvolga hargiz sal qaramasligimiz kerak. Unga jiddiy qarashimiz, doktor bilan aloqalashishimizga to'g'ri keldi. Ondan boshqa hamda mushu biz o'zimiz uyda qilaoladigan ishimiz qon besimimizni o'lchab turish. Bu kasalga, bu vaboga giribdor bo'lgan odamlarningki bir qismida kasal ahvol ig'irlashgan vaqtida qon besiminingki tövəllab ketadiganligi ma'lum. Hamda biz qon besimimizni o'lchab turish orqali o'zimizdagi ba'zi o'zgarishlarni, kasallikning taraqqiy qilish ahvolini yaxshi kuzatib tura olishimiz mumkin. Hamda bizningki normalda qon besimimiz yuqori qon besimi, ya'ni odat 90 bilan 120 ning orasida, andan keyin tuvan qon besimi 60 bilan 80 ning oralig'ida bo'lib, agarda mushu doiradan chiqib ketsa, biz qon besimimizda ba'zi benormallik ko'rilgan hisoblanadi. Albatta, tuvandagi o'xshamagan birlik ishlatgan bo'lib, ba'zi davlatlarda balkim bizdan farqli birlik ishlatishi mumkin. Shunga uningki nimasini qo'yib qo'ydim, sonli qiymatini yana
12'den 16, yuqori qan besimi, anandan keyin töven besimi 8'den 11. Bularniki faqatla ishlatgan birligi o'xshash emas. Ko'pincha dunyoning ko'pincha qismida yuqoridagi mushu millimetr simab to'riki degan birlikni ishlatishi mumkin. Ya'ni yuqori qan besimi 90'dan 120, töven qan besimi 60'dan 80. Agar buningdan töven bo'lib kelsa, ya'ni 60 90'dan töven bo'lib ketsa, u vaqtida bu biroz normalsizlikqa bo'ldi. Albatta, yuqorilab ketgan vaqtida, u vaqtida yuqori qon besimi bo'ldi. U boshqa bir tema. Keyincha men vaqt chiqarib bu yuqori qon besimi to'g'risida leksiya so'zlashim mumkin. Lekin ma kasalda kasal ig'irlashgan ba'zi kishilarda qon besiminiki hushtumtut tövellep ketadiganligi ma'lum. Şuna bu kasalni yaxshi kuzatish uchun qon besimimizni o'lchab turishmi muhim deb qarab, sizlarga buni tavsiya qilyapman. Yuqorida men so'zlab o'tgandagidek, agar biz bu vaboga yuqumlanganligimizdan gumon qilsak, biz cho'qim mushu o'zimizdagi o'zgarishlarni yaxshi kuzatishimiz kerak. Agar kasallik ahvolimizda ig'irlashish bo'lsa, cho'qim doktorga telefon qilishimiz va ularning ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'rishimiz kerak. Agarda kasallik ahvolimizda ig'irlashish bo'lmay, bir xil tursa yoki yengillashsa, u vaqtida alayda jiddiylashishninki hojati yo'q. Agar ko'kragimizni bir narsa besib olgandek his qilsak va yoki nafsimiz yetishmagan vaqtida, qon besimimiz tövellab ketgan vaqtida, yuqorida men degan puls oksimetr degan asbobda qondagi oksigen miqdori 92%dan tövellab ketgan vaqtida, biz cho'qim doktorga berishimiz kerak. Bo'lmay qolib qolsa, ahvolimiz ig'irlashib, ba'zi kutilmagan oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan leksiyani mushu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning anglaganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.